Agarda siz shu retsept bilan medovik pishirsangiz, sizni medovikingiz aniq o'xshab chiqadi. 350 gram asal, 1,5 choy qoshiq soda. Shunaqa aralashtiramiz, ko'piradi. Karamel rangiga kelguncha aralashtirib turamiz. Keyin olovni o'chiramiz. 250 gram sariyog'i solamiz. 8 ta tuxumni alohida idishimizga solib olamiz va mikser yoki venchik yordamida yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 350 gram shakarimizni mana shunaqa sekin-sekin solamiz. Uni ketidan iliqqina asalli massamizni solib olamiz. Uni solib olganimizdan keyin bir chimdim tuz bilan bitta pachka razrıhitsilimizni solamiz. 750 gram unni elak yordamida o'tkazib olamiz. Nega elanadi? Chunki elangan un yengil bo'ladi va xamirimiz aniq o'xshab chiqishiga yordam beradi. Yaxshi ko'tariladi. Kamuchka bo'lib qolmaydi. Shunaqa bir xil massa bo'lgandan keyin kosalarimizga solib olamiz. 6 ta kosaga solamiz. Buni pergamin qog'ozimizga yoyib olamiz. Pergamin qog'ozga yoyishni ikki xil usulini ko'rsatganman. Mana bu birinchi usulida. Lopatka yordamida yoysangiz, vaqtingiz ko'p ketib qoladi. O'shaning uchun bu usuldan foydalansangiz, tezroq bo'lasiz. Shunaqa qo'lingiz yordamida yoyib olasiz, sekin-asta. O'zini formasiga keltirganingizdan keyin pergamin qog'ozlarimizni ochamiz. Mana bir xil joylariga tegmay qolganini lopatka bilan to'g'irlab olamiz. Har bitta xamirimiz 10 daqiqada pishib chiqadi. Shunga qarab, bu yoqda xamiringiz pishayotganda, siz bu yoqda boshqa xamirni yoyib tursangiz, shunda tez-tez bo'lasiz. Xamirdan ham xabar olib turing orada duxovkani ko'rib. Duxovkani harorati 220 daraja bo'lsa yetadi. Mana xamir pishib chiqdi. Xamirlarimizni yaxshilab sovutib olib, birin-ketin bir-birini ustiga taxlaymiz, chetlarini kesib olish uchun. Video davomida yurechani bosib, podpiska bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Rahmat. Mana shunaqa ketma-ket ko'rishlarimizni ustma-ust taxlab olganimizdan keyin chetlarini kesib olamiz. Chetini men unaqa ko'p kesmadim, o'zim uchun bo'lgani uchun. Agar siz zakazga yo mehmondorchilikka olib boradigan bo'lsangiz, chetlarini ko'proq kesasiz. Men zavarnoy kremdan foydalandim. Siz xohlasangiz qaymoqli krem qiling, xohlasangiz zavarnoy qiling. Sharoitga qarab ish qilaverasizda. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman.